رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, bizning bugungi suhbatimiz salihlarning belgisi, to'g'ri yo'lda manganlarning alomati, payg'ambarning sifati, islomning go'zal axloqlarining birisi bo'lgan afv qilish, ya'ni kechiritish haqida bo'ladi. Bizning bugungi suhbatimizda biz Sura Nur'ninki 22-oyatini o'zimizga shuar qilib ma'amiz. Astag'firullah val ya'fu val yasfahu. Mana bu bizning bugungi darsimizning asosli shuari bo'ladi. Undan boshqa payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotidagi nurg'un voqealiklar inshaalloh bizning bugungi darsimizdagi asosiy ifodalamoqchi bo'lgan tarafimiz bo'ladi. Undan boshqa Sura Baqaradagi 109-oyatda faman afa va aslaha fa ajruhu alalloh. Biz mushu oyatdan ilgirki oyat, yani payg'ambar alayhisalom Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga yetkizish, mu'minlarga xitob shaklida ular kechirvasun, o'tvasun degan oyatlar hozir o'qigan qandoq odam afu qilish orqali isloh qilsa, masalani o'ngshisa, masalani bir taraf qilsa, buning ajri Alloh subhanahu va taoloning ustiga degan oyatni o'zimizga deganimizdek shu orqali mangdoq. Endi biz inson haqida o'ylanganimizda ilgirki darslarimiz degandek zaminning taraqqiyoti, jamiyatning taraqqiyoti uchun Alloh subhanahu va taolo insonda har xil turtki, intilish, hirsmanlikni yaratgan. Inson yaratgan vaqtida insonning mol dunyoga bo'lgan hirsmanligi, mol dunyoga bo'lgan qiziqishi turtkisida inson uzluksiz tirishadi, ishlaydi, nurg'un go'zal natijalar o'rtaga chiqadi. İnsanın ayollarga bo'lgan qiziqishi, hirismanligi, intilishining turtkisida go'zal oilalar, solih farzandlar o'tirg'i chiqadi. Ya'ni insonning hayotdagi harakatining uzluksiz davom qilishi uchun, harakatlanib turish uchun insonda qo'yilgan bir birlik turtga omil sabablar bor. Endi mushuning turtkisida inson harakatlangan vaqtida, bir ish qilgan vaqtida cho'qimki xatolik yuz beradi. Ba'zi telish yuz beradi. Mayli gap so'z ishrakatda bo'lsin, ba'zi boshqalarning haq huquqiga dastlab beradigan ahvol bo'ldi. Ko'nglini og'ritib soladigan ahvollar bo'ldi. Mana mushu vaqtida agar mu'minlar islomning biz bugun temamizning, suhbatimizning asos temasi qilgan afv, kechirim, birisi-birisini o'tib o'tish, mush axloq bilan zinatlanmaganda masala shu yerda chiqadi. Mu'minning sifati, Qur'oni Karimda tilg'ilingan mu'minning sifati vallazina iza asqabahumul baghyu hum yantasirun. Mu'minning shunda bir azizlik voqi, shunda bir g'urur, izzati voqi Alloh subhanahu va taolo bergan. Başqalar tarafidan tajovuzga uchragan vaqtida, başqalar tarafidan zulmga uchragan vaqtda mu'min shu zulmni dastlab o'tadi. Bu tajovuzlikning ustidan g'olib keladi. Bu mu'minning hurmati, bu mu'minning izzati. Alloh subhanahu va taolo asla mu'minning xorliqni qabul qilishini, haq huquqining bir taraf qilinib ketishini xohlamaydi. Mu'minlarga bu kadar izzat, bu kadar hurmat bergilik. Endi şu oyatdagi mu'min şu zulmning ustidan g'olib keladi.
uningga qarshi chiqdi, u tajovuzchilikka qarshi harakat qiladi degan vaqtida bu yerdagi qarshi harakat o'zining huquqini qo'g'dash, intiqom shaklidagi qarshilik olmasdan, balki zulmning hajmi bilan o'xshash. Ya'ni o'ziga qilingan tajovuzning hajmi bilan o'xshash shaklda javob qaytaradi. Qur'oni Karimda buni Sura Shuraning 40-oyatida "Va jazaa'u sayyi'atun misluha faman 'afa va aslaha." Biz darsning 5-da suhbatimizning 5-da o'qigan oyatning 5i bu. Boshqalardan uchirgan yomonlikning, tajovuzchilikning qaytariladigan javobi aynı şekilde oldu deb bo'lib, endi mushni afu qilib masalani o'ngshash temasiga kirgan vaqtida. Buni ma'o bugungi bizning asosiy temamiz shu. Mu'minga eng quyutilgan doira qanchalik desa, bugungi dunyodagi zulm, tajovuz o'lchami emas, mu'minga berilgan o'lcham. Sana birov tajovuz qildi, sana zulm qilsa, sen 1 kiloga 1 kilo qaytarishing. Eng aqalli mu'minga berilgan eng baralaydigan yer bu. Endi mu'min buningdan eshib, agar shuni afu qilsa, masalani kechirim qilsa, o'tib etsa, bu yerda bir tuzilish, o'ngshilish, isloh bo'lish umidi tepilgan vaqtida buni mu'min afu qiladi. Mush tajovuzlik nima hatta oyatning oxirisida faman afa va aslaha. İkisi birlik keldi ma, ikki fe'l. Uyg'urchada afa yuz bergan ishlarni yuz bermagan hisoblash degan ma'noda. Aslaha ishlarni o'ngshash, isloh qilish degan ma'noda. Agar qarab baqding, sana zulm qilgan shu, sening haqqingni yegan shu, haq huquqingga tajovuz qilgan shu odamni agar kechirib, bu ish bo'lmagandek muomala qilsang, bu yerda texmi güzel bir muhit shakllanadigan, güzel bir o'rtam maydonga chiqadigan ahvol bo'lib qolsa, ish texmi yaxshilanish ehtimoli bo'lib qolsa, bu mu'minning sifatiki buni kechirib o'tadi. Buning ajri Alloh subhanahu va taolaning ustiga. Masalan, intayin ko'p ahvollarga uchraymiz endi. Masalan, oyatning oxiridagi aslaha degan so'zni takror o'ylanganimizda, men bayat dedim buni, agar qayta bir aslatish to'g'ri kelib qolsa, sening bu afu qilishing o'rtaliqni isloh qila oladigan, o'ngshay oladigan bo'lsa, mu'minning ustiga tushdig'ini bu. Endi sen afu qilsang, masala bu mushta ishkan bu, buni buzaq qilsak, buning haq huquqini yeysak, buning izzat obro'yiga chaqilsak yoki buning tajovuz qilsak, bu yuvashgan bu. Deb texmi haddidan oshadigan ahvol bo'lib qolsa, u boshqa. Masalan, shunda bir ahmaq yoshlar borki, ota-onasi pul tepib appagan mashinalarni haddidan oshirib haydaydigan, masalan, qani qiziq aqldan adashqanlar bor. Normal o'rta hol suratli yo'llarda oshirib haydaydigan, atrofdagilarning bexatarligi va boshqa ta'sir etishini qat'iy qilib keltirib qo'ymaydigan. O yolda şu adadın aşkan sürat bilen yoki chekdan aşkan qoidaga xiloflik qilish bilan birisini so'qib o'tirib qo'ydi bir boladan birini. Endi bolaning ota-onasi islomdagi afu qilish, bu go'zal axloqini o'zida yetilgan kishilar bo'lib, buni afu qilib etsa, ma ahmaq, Mavla meni afu qildi, men bularning bolasini o'ttirib etdim deb o'zining bu ishidan yanmay bexud yurishni davom qilsa, ya'ni o'zining hushini topmaydigan ahvol bo'lib qolsa, bu vaqtida buni afu qilish qolmaydi. Bu afu uni isloh qilolmaydi. Oyatdagi faman afa va aslahadagi afu qilib masalani o'ngshaydigan ko'zi yetsa degandek ma'no bo'ldi. O'ngshalmaydigan ahvol bo'lib qolsa, afu qilish qat'iy. Bu yerda afu qilishni tashabbus qilmaymiz biz. Afu qilish desak, mutlaq afu qilish emas. Ammo qarab baqsak, bir xatolik yuz berdi. U naytib pushmon qiliqliq, mushaqqatim agar kechirilsa bu masala texmi güzellashib ketadigan, o texmi yaxshilanib ketadigan,
Özünün qilgan bu xatoliqining o'rnini to'ldira oladigan bir ahvol ko'zga ko'ringan vaqtida ondan keyin oyatdiki faman afa va aslaha degan yerga tushdi. Misha kelgan vaqtda balkim qarindoshlarimiz deyishi mumkin afu qilishga targ'ib qilingan qarindoshlarimiz yo bolasi boshqalar tarafidan mashinada so'qib qazo qilib ketdi masalan birisininki yoki uning haq huquqi boshqalar tarafidan tajovuzga uchradi yoki bu ish qilib buning bir ochiq dadi va endi intiqom ola oladigan masalan endi haqqimni olaman deb turgan vaqtida biz unga afu degan gapni qilsak bu deydiki tamam afu qilsam ahvol tek yaxshilanib ketadi hamma o'ngishilib ketadi isloh olmaganlar isloh olib ketadi lekin mening haqqimchu deydigan bir gap chiqadi-chu. Men haqqimni qanday qilaman? Mening nurg'un qo'soq ko'paklarim bor, qo'soq ko'paklarim bor. Menga nurg'un ruhiy jihati besim akeldi. Yoki bu ma'naviy moddiy jihatga menga bo'lgan ziyonlar deydigan bir gap chiqadi. Afu qilish bobiga kelgan vaqtida biz buningga oyatning oxirisini tasavvur tavsiya qilamizki, agar sen bu yerda bir islohni deb bir meselenin o'ngishilishini deb afu qildingmi, sizning tatgan bütün zinan Allah tarafından to'liqlanadi. Fa ajruhu alalloh. Sening tatgan shu ziningning to'liqlamasi osmon zamindan buyuk bo'lgan jannat. Allohning ustida degandan keyin masala tasavvur qilg'usiz bir holat keladi. Chunki Alloh ustiga oldi ya uni. Normalda biz ba'zi masalalarga log'ab qolsak, biz e'timod qiladigan, ishonadigan odamdan birisi bo'ldi. Bu masalani ustimga oldim. Men sizlarni deyish olay desa, darhollan biz qarshi tarafni qo'yib o'tib, e'timod qiladigan bir insonga tayinib masalani tugutimiz. Mayda Alloh mening ustimda da'vat. Sening bütün eksikleringning hammasi, kam qolib qolgan haq huquqingning hammasi Alloh mening ustimda da'vat etadi Alloh subhanahu va taolo. Shu apu qildigan odam bu nuqtani esidan chiqarmasligi kerak. Yani gapimizning asliga qaytsak, apu qilish bobiga qaytsak, bayatdan qadek apu qilsak o'ngishilish ehtimoli yo'q. Ahvolda apu qilmaymiz, ammo aksi ahvollar jiq yuz beradi masalan. Normal suratda shu misollar bilan bir masala ham oydinlashish uchun deyli, ketyapti. Masalan, yo'lning qoidasiga intayin uyg'un hech qatnash qoidasiga xiloflik qilib haydamadi mashinani, uning salohiyati intayin to'liq masalan hamma jihatda kichik boladan birisi yugurib chiqib, so'qilib o'lib ketdi deyli. Qonunda normalda asosan mashinaning shofirsiga bütün ishlar ortiladi. Nurg'un mablag' uning ustiga tushdi masalan zo'r sommadagi jarimani deyli. Masalan, endi mushu vaqtida bolaning dadasi qarab boqib xatolik balamdan ekan. Ammo balam o'lib ketdi. Men Allohning rizoligi uchun ma shofirdan kechirim qilay desa, ma dadaninki martabasi Alloh subhanahu va taoloning qish nazarda intayin yuksaladi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning asma sifatlarining ichidan afun, g'afur, Alloh afu qilg'uchi deydigan bir marhamat ifodasidagi bir sifat bor. Allah subhanahu va taolo o'zining bandalaridan afu qilib, bularga kengirchilik qilib bularni kechirgan ekan, tabiiyki Allah mening Rabbim, mening ilohim, men uning bandisi deb yurgan inson Allah subhanahu va taoloning bu go'zal asma sifat axloq bilan qanday qilinish kerak, axloqlanish kerak. Bunda bir narsa var, Allah'ın axloqlari bilan axloqlaninglar. Undan boshqa Qur'oni Karimda valillahil asmaul husna, Allah'ın nurg'un go'zal asma sifatlari bor deb bo'lib, fad'uhu biha, Allohga shu orqali yiqilishinglar, Allohga shu orqali ibodat qilinglar masalan. Bu Alloh'ın asma sifatlarini bayon qilishi, Alloh'ın kamoli qudrat sahib bo'lgan bir zot ekanligini bildirishdan boshqa bizde şu xil sifatlarni qanday qildirish, yetildirish insonga loyiq ravishda. Allohninki kamolati af bilan bo'lgan ekan. Tabiiyki mu'minning mu'minlik kamolatimi afsiz mumkin emas. Chunki
Mümin əfu qılmağını da mümin tepilgan bu sıfat Allah'ın əfu qılğıç sıfatıyla zid kelidu. Rabbim Allah dep tuğan Allah əfu qılıdı, ama şu əfuçan Allah ne? Benim Rabbim dep tuğan bende əfu qılmaydı. Bu birisi zid. Bu vaxtıda bende hiç mükemmellike, hiç yukarı dereceye erişemeydi. Allah'ın rahmetine eriştin mi? Neri qap qalıdı eğer əfu bolmağını da. Hem de Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki dersimizin 5 degendek nurgun tarihi hayatı da 5'ten keçirgen bir urullava vakaliklar Resulullah'ın ne kadar efu kılıp meselelerini ne kadar çörüvetkenlikini ifadeleydiğen. Çünkü biz okugan ilgirki efu kılsın, ötüvesin degen ayetinin lepsigi qarğınımızda manda iki hukumunu biradi bizge. Birisi affı, birisi safh deydi Arapçada. Keçiriş diye ifadeleydiğen Arapçada samiha da bir pil var. Gafara da bir pil var. Gafara degenimiz gerçi qarindaşlarımız Arapça bilmese ama bir anlap qo'shib teklik Gafurur Rahim degan Allah subhanahu wa ta'ala'nın sıfatları var. Bir adam günah ötküzse onun günahını ispatlap bolgandan keyin keçiriş gafara oludu. Ama afa degan nima o desa, aş qilgan günahını mı? Bir onun qilgan xatoligini mı? Qilmagan qatorida cinayetini keçirim qilish emas, aş ötküzgen işini da hemmini yo'q qilib o'tish. Safha degan gap xuddi mushu oldimdagi kitobning betini o'rib o'tgandek meseleni qatlab o'tish, bet o'rib o'tish degan ma'noda. Ya'ni mu'minlardan talab qilinayotgani, meselelarni butunlay yo'q qilish. Afu qilish talab qilinadi, kechirim qilish emas, afu qilish degani qilishingdan yuz bergan ishni yuz bermagan qatorida sana. Buni bir bet o'rib et. Endi kelgüsün yüzlen davatıdma Kur'an. Resulullah'ın bunda ahvalları intayin köp. Bunun en nemunluk, en yarıqın ifadelerden birisi. Hem öyle bilimiz Kureyş Resulullah'ı 20 yıl düşmanlık kıldı. Resulullah'ın öldürümüzde türlük usullarını işletip baktı. Resulullah olan çok 3 canlı, intayin çok 3 canlı, onda başka canlılar var. Çok 3 canlı kıldı. Kureyş qandaq bedel türüşüdün qat'i nazar Resulullah'ını yo'q etishini shunchalik umid qildi. Mana Mekke fethi qilindi. 10 minglarcha qilich yalang'ochlanib havoda talpinib turdi. Faqat bir qizlam gap. Bir qizlam buyruq. Shu buyruq bilan bütün Resulullah qarşı chiqqan düşmanlarning hammasi jazosini çekip öldürülüş tamamen mümkün. Her kan adamın kalası kirdi o vakti çünkü Resulullah'a kımmığın yok mu insanların ki. Hatta Resulullah şu insanlardan sordu. Endisile nimi kıla dep oylavatısılar meni. Ve Resulullah Hazreti bütünley ulanı nimi kılsa kılalaydıgan bir halet geldi. Del efu digen mende yerde buludu. Küçün yetmegen vakitta meyle endi dep koş efu emez. Tulup küçün yetidu. Nimiş kılsan kılalaysa maşta vakitte buludu efu digen. Ular dedi ki yine Resulullah'ın güzel ahlakı, Resulullah'ın cemiyetinin güzel ahlakını tilga oturup özür bir isil adam, ata anlarını tatip isil adam deyen ki Resulullah tamam ketanlar hemmanla erkin. Tarihte bu derecede yüksek mertebedeki efu keçirim tarihte boğamaz. Resulullah neymiş kılalaydıgan halette. Bir ağız buyruqlan yeterlik. Ama Resulullah şu vakitte ketama dedi. Bu dünya tarihideki birinci keçirim hem biz bilgen tarihteki en yukarı revishteki keçirim. Hem de şu keçirim meselesi, efe meselesi 3 mertebeye tizildi. Sura Ali İmran'ın 134. ayette bu şu şekilde bayan kılıngan. Vel kaziminel gayz وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Mü'minin sıfatını bayan kılıp Allah subhanahu wa ta'ala birincisi açıkını yutuş. Bu keçiriminin aldıdaki bir basqıç. Keçiriminin aldıdaki bir basqıç. İnsan gazeplenedi. Açık keldi. İnsan başkalar tarafından
ig'vogarchilikka uchrashi mumkin. Boshqalar sana huquq bilan o'ynashi mumkin. Manfaating tahdidga uchrashi mumkin. Nurg'un sabab bor. İnsan açıklanıdı. Birinci kechirimning birinci qadami açıqni yutish. İkincisi, kep bo'lgan açıqın qarshi tarafini bütün ahvolda eng yuqori zarurga olib chiqdi. Sen ularni nima ish qilsang qila oladigan holatga ketding. İkincisi kechirim. Wala afina alin nas. Kechirib bo'lgandan keyin endi ishingni qila demasdan Vallahu yuhibbul muhsinin. Yani 3 derece var kechirimning 3 derecesi. Birincisi açıqni yutib bo'ldi qilish. İkincisi butunlay masalalarni yuz bermagan shaklda o'tib o'tish. Üçüncüsü o'ziga qarshi yoki o'zining huquqiga tajovuz qilganlarga ihson qilish. G'arb dunyosining bugungi qadar hatto g'arb dunyosining eng cho'ng masalan cho'ng rahbarlarining ig'zidan chiqqan bir jumla var. Buni Churchill dedi deyman, shundoq isimda. Biz dunyoni qo'limizga kirgizdik, yani dunyoga ega bo'ldik, lekin o'zimizga ega bo'lolmadik. Yani amaliyotda Alloh inson o'zining ichki dunyosini Allohning muhabbati bilan to'ldirgan vaqtida vujudini Allohning itoati bilan qurib chiqqan vaqtida bütün kontrolliqi Allohning ilkiga yutadi. Alloh qil deganni qiladigan, qilma deganni qilmaydigan bir holatga yetadi. Ya'ni mandaq chiqqan vaqtda bayatdan deganimizdek o'zini kontrol qilishni o'rganadi. İnsan nurg'un ijodiyatlarni yaratib etishi, büyük qo'mondon bo'lib nurg'un zaminni kontrolga elishi mumkin. Ammo eng muhim narsa nima desa, o'zini kontrol qilish. Ya'ni o'zini qilman degan ishni qildira oladigan bo'lish, o'zini mana qilmayman degan ishni qildira olmaydi, qilmay tura oladigan bir holatga kelish. Mana shunday vaqtda aqli, fikri o'zini kontrol qila oladigan bir holatga kelish. Shunga bizning ota-onalarimiz burun yo'lbosni yengan botir emas, o'zini yengan botir degani, ya'ni insonning o'zini o'zi kontrol qilishi intayin muhim bir nuqta. Mu'mindan dal Alloh subhanahu va taoloning talab qilgani, islomning talab qilgani, butun axloqlarningki bir javhari insonning o'zini o'zi qana qilishi, kontrol qilishi. Apu qilaman deb apu qilish. Chunki masala o'zidan xalq ketadi masala. Endi afu babaga kelgan vaqtida aramızda bunda bir ahvollar var. Buni eslatib o'tish to'g'ri keladi. Ba'zi qarindoshlarimiz bor, to'g'ri afu qiladi boshqalarni, kechiradi. Kechirib bo'lgandan keyin masalan o'ziga zulm qilgan, o'ziga yomonlik qilgan, o'zining g'aybatini qilgan, o'zining izzat obro'yiga chaqilgan kishilarni kechirim qiladi. Kechirim qilib bo'lgandan keyin fursat topsalar ularga shu xatoligini davom eslatib turadi. Bu kechirim mi desa, kechirim, ama Allah bizden talep kılgan güzel kechirim emas. Kur'an-ı Kerim'de kechirim nima deydi? Fasfahis safhal jamil. Güzel şekilde qana qil, o'tib meseleni yepib et. Meyadimi? Qaysi söz ishlatdi desanglar, bunda yepib etish, qatlab etish ma'nosida söz ishlatdi. Lekin meseleni bir bet o'rib et, kesini o'tmishga qayta açma o betni, o sahifani qayta açma. Ne eslatma da'votidir. Yani aslan kechirding bo'ldi, ish tugadi. Sen bunu Allah subhanahu va taoloning roziliqini deb kechirding. O'tding ham buningdan. Allah subhanahu va taoloning nazarida büyük bir darajaga erishding. Endi sen bunu tekrar minnat qilsang, sen unday qilgan, bunday qilgan, unday qildim, bunday qilgan, sen bunday yomon eskilik qildim, bunday kechirdim, shunda o'z bunday qildim. Buning hammasi sening darajangni kamiltadigan, erishib bo'lgan hasnatlaringni tushiradigan bir ishlar. Bunun tipik güzel misalidan birisi Yusuf aleyhisselam. Hem öyle bilimiz Yusuf aleyhisselamның tarixini. Yusuf aleyhisselam qarindoshlar tarafidan nimalarga uchurdi masalan. Quduqlarga tashlanadi, shu tarafdan qul qilib setildi. Ammo Yusuf aleyhisselam bir hokim sifatida, bir davlatning besh sifatida qarindoshlar oldida o'tirgan vaqtida to'liq intiqom ola oladi. Nurg'un ishni qila oladi. Ama Yusuf aleyhisselam nima dedi? Vaqt tarixni so'zlab qarindoshlar bilan tanishgan vaqtida
ilgari o'tgan ishlarni so'zlash to'g'ri keladi ya, men sizning ufqanglar yoki men sizning qarindishinglar biz bunda vaqt degan yerda qarindoshlarining qilgan askiligini kesib o'tiblar. Gapni nereden boshladi? Vaqad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn wa jaa bikum min al-bad min ba'd an nazaga shayton bayni va bayna ikhwati. Rabbim menga yaxshilik qilib meni turmudan chiqardi. Sizlarni oyatdan akeldi. Shayton ilgari aramizga bir narsalarni tergan, askilik qilgan degandek ma'nida qarindoshlarining buni quduqqa tashlig'ini, uni qilg'ini, buni qilg'ini qatorliq ishlarning hammani kesib elitiblar. Masalani gapni hikoyani o'ttirdan boshladi. O'zininki hurlikka, bu baxtga, bu imtiyozga erishgan yeridan boshladi. Uning oldidagi qarindoshlari tufaylidan uchirgan xafliqlarini tilg'amadi. Kechirimning shakli bu bo'ldi asli. Boshqalarga eslatmaslik bo'ldi. Boshqalarni kechirdingmi bo'ldi, tugidi. Uning qilganini qayta eslatib turishning hojati yo'q. Buning hammasi insonning Alloh bilan bo'lgan aloqasiga bog'liq masala. Chunki tekrar davatimiz darslarimizda mu'min o'zidagi go'zallikni Allohning kamolatidan oladi. Mu'minning Alloh bilan bo'lgan aloqasi qanchalik bo'lsa, mu'min shuncha go'zal axloqlanadi, shuncha mukammallashadi. Aksi taqdirda mu'min inson eng pes, nachar tarafga qarab yuzda bütün nacharlikning hammasi uning shakli. Ali radhiyallohu anhuninki mushu nachar insonlar haqida degan bir qiz gap bor, eslatib o'taylik. Vallahi deb ikki qitim qasam qilib turib, Ali radhiyallohu anhu yengni bilan quduq ko'lash. Buran chiqqan kunlikda bütün Hijoz zaminini, bugun kundagi Saudiya qatorliq bir davlatning zaminini bir pay bilan supurish. Qarangma gapga. Ikki dengizning suyini jangalga, qumliqqa yotkash. Qap-qora ikki dona qo'lni yup oqatish. Yuqorida ishlarimiz mumkinmi qarindoshlar? Radiyallohu anhu deydi-ki, peskeş adamın qashig'i bir narsa so'rashdan ma ishlamoq oson bo'ladi. Demak, pes insonninki naqadar ijtimoiy hayotdagi bir mushaqqat jafo ekanligi, pes insonninki ijtimoiy hayotda inson yuzlanadigan eng chong baxtsizlik ekanligining ifodasi. Ya'ni inson Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan muhabbati joyida bo'lsa, aloqasi joyida bo'lsa, Allohdagi bütün go'zal sifatlar, Allohdagi bütün mukammalliklar insonga o'tadi. İnson shu vaqtida Karim zotning bandasi bo'lib sifati bilan Karim bo'ladi. Afun sifatining sohibi bo'lgan Allohning bandasi bo'lib sifati bilan boshqalarni kechirim qiladigan bir holatga yetadi. Allohda bor bo'lgan bütün kamolat sifatlarining hammasining ta'siri, nuri insonda shakllanadi. Endi mushu boshqalarni kechirim qilishga biz yuqorida targ'ib keldik. Kechirim afu qilish, yuz bergan masalalarni yo'q deb sanash. Buning kechirim qiling'uchidan bakroq kechirim qilg'uchiga favqulodda ijobiy ta'sir bo'ladi amaliyotda. Ya'ni menga eskilik qilgan, zulm qilgan, izzat obro'yimni dastigan insondan birini kechirgan vaqtimda o'chmanlikning ipini kesgan bo'laman. O'chmanlik qarshi tarafdan bakroq o'zining sohibini azoblaydi. Boshqalarga o'chmanlik va inson amaliyotda qarshi tarafdan bak shu o'chmanlik va insonning o'zi azoblanadi. Agar jamiyatni mushu o'chmanlik qaplasa, har odamga o'chmanlik qilib birisi bilan bu xil shakl yaratsa, ma jamiyatda intayin salbiy ta'sir bo'ladi. Amaliyotda o'chmanlik saqlagan odamning yuragida bir portlayolmay qolgan bir portlovchi bombaga o'xshash bir narsa bo'ladi. Ammo inson boshqalarga bo'lgan qattiq o'chmanlikni shunday kechiradi. Afu axloq bilan shunday ham ipni kessa, boshqildan burun o'zi rohatlanadi. Qalbidagi o'chmanlik chiqarib tashlanadi.
onun vücudida kuyayotgan halaqqa vaqtliq bomba, yani partlaydigan, doim partlash ehtimoli bo'lgan kuyayotgan o't hamallam vücudu əminətdə huzurlanıdığını, azadlaşdığını, rahatladığını şu insanın özü oludur. Ondan başqa əfu qilish Allah subhanahu wa ta'ala haqqında dostlaşış deydigan bir dərəcə var İslamda. Allah tüpeylədən dostlaşqan iki adam qiyamet günü heç qandaq sahi tapamaydigan bir halətdə ərişinin sahisi sahiday deb 7 kişinin qatarında tilgə ilinidi. Bunun bir sübütü olur. Çünki əgər dünyalıq noktasını, özünün insanlıq noktasını etqan vaqtda o onun yamanlıq qıldı, əskilik qıldı, onu keçirməslikə kerak. Lakin Allah ne deb, Allah'ın rızalığını deb, muş ölçməliliknin yolunu kesib, onu əfu qılıbasa, bunun qalbindən hiqd adavət çıxıb ketdi, qarşı tərəfinin qalbindən o çıxıb ketdi. Şunu olar ikisi faqat Allah rızalıq üçün birisi-birisini yaman köməydiğən, yaxşı görüdüğən adamga aylanıdı. Ərişinin astıda sayıdaydıgan 7 kişinin qatarıdan urmalıdı. Çünki mən birisini əfu qıldım, bu əfu qılğınımның özü qarşı tərəfini məni öz köməydiğən, ən əqəlliyisi, əgər təxim Allah'ın mərhəmətiga təxim erişəydəsə, yaxşı görüdüğən bir halətə yıkılıdı. Əks təqdirdə ço. Onu əgər sən əfu qılmısan, keçirməsən, qalbingdən onun qoğan ölçməligini çıxırıb etməginində, əgər fürsət tapa alırsan, onun intiqam ağınında, mən bir noktayını qop gelsin, sən başqalarının intiqam ağınında çoxum qarşı tərəfindən mi sənin alacağın bir intiqam onudur. Sən bunu bilirsə, davamlıq yürürkən sıqılıplan durdu. Qaçan bana hücum qılar ki, qaçan məndən intiqam alar ki, bir davamlı, üzlüksüz insandaki bir ciddicilik bu. Bunundan huzursuz hayat yok bunundan. Demek bir adam əfu qıldı deganlik. Birisi qalbindagi açıq alamni chiqaryapti olsa, qarşı tarafdan kelish ehtimoli bo'lgan, sening intiqoming sababli, uning askilik qilganligining sababli, qarşı tarafdan kelish ehtimoli bo'lgan, ya'ni bir intiqomdan amin bo'lish, huzurli bir xil yashash holatini shakllantirish masalasi bu. Əməliyyatda bunda əfu qilishning və əfu qılmaslıqning ki, bəlkə intiqam alishning ijobiy və səlbi təsirləri aşı şəxsning özügülə toxtab qalmaydı. Bəlkə cəmiyyətə mütüdü bu. İnsan başqalarını keçirim qilish və keçirim qılmaslıq məsələsi, keçirim qilish və qılmaslıq məsələsi özüdən toxtab qalmaydı, bəlkə cəmiyyət güydü. Çünki keçirim qılğıcı və qılınğıcının ikkilisinin bir tarafı oldu. Keçirim qilvatdi birisi-birisini taraflardagi hammasi o'zaro ishlarning hammasini tugutdi, bir yerga keladi. Aks taqdirda keçirim qilmay, bu undan intiqom olsam, bu buningga qarta raddiya qaytolsa, buning atrofidagilarmi bir-birlab buningga bu safga qo'shiladi. Natijada ikki taraf ve ondan başka köp taraflar şekillenudi birisi-birisiga qarshi shaklda, bunun oqibatini tasavvur qilolmaydi. Bu ikki mu'min o'tirdi yuz bergan adovat, azarlashib qilish ikki adam o'tirdi misollanmaydi. Chunki buni keynidan agish keladigan ijtimoiy jamiyatdagi bo'linish bak eg'ir, buni bilan qiyomat kunisi ko'tirib qo'polmaydi har qanday odam. Endi əfu qilish babiga kelgan vaqtda agar əfu qilish, bir narsani kechirib o'tish shu xatolik o'tkazgan odamdan takror xatolikni ko'paytirish ehtimoli bo'lganida, bir qidim kechirding, takror qildi, ikkinchi qidim kechirding, takror qildi bo'lganida uning qayta takrorlanmasligi, yani onu keçirim qilish orqali uning xo'rligini o'stirib qo'ymaslik uchun vaqtda keçirmasi bo'ladi. Bunda bir ahvol bor. Ba'zi rivoyatlarda bir qism asrlar Rasulullohning qashig'iga kelib qattiq yolvorgan. Voy, bizning uyda kichik bolalarimiz bo'pti, qizlarimiz bo'pti. Bizni qo'yvatsan, kechirsan. Rasululloh qo'yvatdi. Qaytadan jangga chiqdi-da, ular yana Rasulullohga qarshi yana asrga tushdi. U vaqtda qanaqa qilmadi? Kechirmadi masalan. Yani muşu ahvolga diqqat qilgan asosda kechirganda jamiyat bir butun mustahkam bir narsaga aylanadi. Shaxslar o'tirdiki masala tugagandan boshqa jamiyat o'tirdiki masala mu ham qana qiladi, tugaydi.
Endi oxirgi shu kechirimga munosabatlik bir ish az ilgari azroq qistiribmi o'tdik. Ya'ni bir ta'kidlab qo'yish tegishli masala. Sen birovni kechirding. Buni o'zi katta bir fazilat, katta bir daraja. Kechirim qilib bo'lgandan keyin ashu kechirim qilganligini qana qilish yo'gash masalasi. Endi yo'gash ikki xil bo'ladi. Birisi sen bilan shuning o'tirida ish yuz berishdan ilgari boshqalar sana xatolik o'tkaz deyli. Xatolikni o'tkazishdan ilgari uning o'tkazgan xatoligini bir yo'gash bo'ladi. Ba'zi inson bir xatolikni bir qadamni yap xatolashib beradi. Uni yo'gab ko'masga solgan vaqtida yoki ko'nglimizga olmagan vaqtda balkim ikkinchi xatolikni saqlanishi mumkin. Ammo unga fursat vermay. Birinchi xatoliqidan uning xatoligini o'rtaga olib chiqib, ko'tarib, tortib chiqib, xatolik ustida o'tirib qo'ygan vaqtda balkim shuning turtkisida ikkinchi qadam xatolashi mumkin. Bu şekilde. Şuna sitr boshqalarni yo'gash masalasi intayin muhim. Avval yo'gaysa, bu avval yo'gash, kechirimdan avval yo'gash, bir xatolik o'tirdi yuz berib, bir o'zining haqqi huquqini tajovuz qildi, buni kechirsa, kechirib bo'lgandan keyin kechirganlikning o'zini ham qanday qilsa yo'gaysa. Ya'ni demak to'g'rimiz nima bo'lsa, sen bir odamni kechirim qilding, uningga kechirim qilib bo'lgandan keyin tekrar shaklda shu ishlarni qaytadan aslatib, sen bunda qilganding, anda qilganding, a vaqtda men senga bunda bo'lsin, qanday bunda qildim degan shaklda uni qana qilish qo'ymaydi. Tekrar aslatishga bo'lmaydi. Endi darsimizning oxirisida qarindoshlarimizga alohida eskartib qo'ygan ishning birisi, biz so'zlayotgan islom axloqi nomli bu darsdagi butun axloqlarning hammasininki bog'lanadigan muhim bir nuqtasi bor. U o'simi insonning Alloh qo'ygan bağlanışı, Allah qo'ygan ixlosi, inson o'zining vujudini, hayotini Allah'ның manhaji, Allah'ның yo'li, Allah'ның rizoligi bilan yo'g'irganligiga intayin zich munosabatlik, o'zining hayotini Allah'ның yo'li bilan yo'g'irgan insonda biz so'zlab kelayotgan islom axloqlari amillashishi intayin qulay, ammo aks taqdirda bu zo'lab tas qo'lishadigan ishlar. Şuna Allah subhanahu wa ta'ala hammalarga ixlosni ato qilsin. Shuningga bog'langan shaklda islom axloqlarini bizning so'zlarimiz, ish harakatlarimiz, kundalik hayotimiz, hamma holatimizga tatbiqlashga nisb qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.